Original. Bundan aylantiring bularni ikkovini. Samarqand viloyati Oqdaryo tumani yangi Qulonchilar bozoridamiz. Bugungi sanamiz 2026-yilning 18-iyun sanasi. Buqamiz bo'ylari 120 atrofida. Nech pul narxi? 40 milliondan deb aka bular ikkalasini. Bu ham ha? Ha, ikkalasini 40 milliondan deb. 40 million so'mdan narx qo'yishyapti egalaridan. Bozor nima so'radi? 65 million so'rayapti ikkovini. Ikkovini 65 million. Ha. Bunisi 7 oylik, bunisi 11 oylik. Bu 7 oylikmi bu? 7 oylik. 7 oylik deyishyapti bunisini. Sementaldi. Afrikon. Javobdan kelyapti. Dalada yurgan mollar. Nech pul bo'lsa beraveramiz endi. Qaraymiz. 70 shunda o'tiribmiz, mo'ljal. Kelishtirib beramiz. Qayerda moli? Ular paxtachini bo'ladi. Paxtachi mollar. Yo'qmi paxtachi. Telefon raqam qo'yamizmi? Qo'yamiz. Ayting. 99 Aha. 46 96 22. Mana shu raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Barakasini bersin. Million kam bor. 40 million kami bor. Bo'ylari 1.25 atrofida. Nima so'radi bozor? 33 million aka so'radi. 33 million mana savdosi bo'lyapti ekan, mana berilmayapti. Savdosi 33 million. Yalma gapirganmi? Yalma gapirib qo'yapti. Aka ko'raymi mana Sarim aka? Tag'i ushqamadi. Aka ko'ring. Mana. Bu semental charchimi gibrid. Bu ikki emas. Bunisi hangisi bilan alachak? 33 qaysidan savdosi bo'lyapti? Buni 34 dan so'rayapti, 33 ga so'rayapti. Hozir 33 shu savdosi bo'lyaptimi? Rahmat. Bugun aslında avikonlarımız sizden mi avikon? Hiç pulda. 260 milyon 58 milyon. İki önü bir joyga. 58 milyon savdosi bo'ldi, agar berilmagan. Biri 20 atrofida. Nima so'rayapsiz? 58 milyon mana savdosi bo'lyapti. Savdosi bo'lib turibdi. Boqmalardan Abdulloh ukamiz olib chiqdi mana. Buqani. Abdulloh horma. Kechirmayapsanmi? Sog'lig'ing yaxshimi? Layklar bosinglar. Nech pul narxi? 500 kilolik mol 29 ga beraman. 29. Bozor nima so'radi? 28 so'radi. 28 millionga berilmagan. Bozor 28 million so'ragan. Uylari ham baland ekan. Barakasini bersin. Ishlaring zo'rmi? Bo'lyaptimi? Orqa taraflari. Bu nech pul? 27 million mana ola. Telefon raqamlarini eslatib o'taman. Kimga kerak bo'lsa 93 kod bilan 726 98 97 raqamlarga murojaat qila olasizlar. Barakasini bersin. Bugun futbol faqat omad tilaymiz O'zbekistonga. Xudo xolasa yetib boramiz 7 gacha.
Mana yana bir buqamiz. Bo'ylari 1.40. Deymiz. Nech pul ekan narxi? 35 deyapman galim bor. 35 million egalarida aytilyapti, tish buzgan. Aka nima deyapman aka? 31,5 32 dan o'tib berdi. Barakasini bersin. Savdosi bo'lyapti mana shu buqamizda. Boqmalar. Bo'ylari 1.20 plus. Ha, savdo qilay. Nech pul so'rayapsiz? 23 million 200 ming so'm savdosi bo'lib turibdi akalar. Mana shu buqamizda. Barakasini bersin, berilmayapti. Mana yana boqmalarimizda. Nech pul ekan bu? 32 million kami bor. Nima so'radi bozor? 28 millionga yo'q, berilmagan. Barakasini bersin. Samarqand viloyati Yangiqo'rg'on, Oqdaryo tumani Yangiqo'rg'on chorva bozori. Simental. Nech pul ekan narxi? 70 million. 70 million egalaridan aytilyapti. Nima so'radi bozor? 61,5 million. 61,5 millionga berilmabdi. Necha yosh bu? 2 yosh. 2 yoshlik simental. $61 millionga berilmoqda. Bir donadan like'lar bosib qo'yamiz akalar. Obuna bo'lmaganlar podpisatsiyani, obuna tugmasini bosib qo'ying. Qayerda moli? Katta Qo'rg'ondan aka. Katta Qo'rg'on. Telefon raqam qo'yamizmi? Qo'yamiz. Ayting. 93lik. 93lik 794 794 4999. 4999 raqamlarga murojaat qilaverasizlar akalar. Qiziqqanlar bo'lsa agar mabodoga telefon qilaverasizlar. Ular ham sotilib ketsin. Kelishtirib bering aka. Assalomu alaykum. Qaysini savdosi bo'lyapti? Mana qarani. Qorani. Ha. Nech pul so'rayapsiz? 28 million so'm. 28 million so'mga berilmay turibdi. Egalaridan nech pul deyishyapti? Akam 35 deyapti. Egalaridan 35 million aytilyapti. Ertaroq soat futbolga boraylik desam. Futbolga borish kerak. emas. Futbolga ertaroq borish kerak. Oz qolyapti. 1 soat qoldi. Mana akalarimiz savdosini qilib turibdi. Baraka. Akalarimiz ham futbolga shoshyapti. Qo'llab-quvvatlab qo'yamiz O'zbekistonni bugun. Keling buyoqqa, keling o'rnidan siz bilan. Keling mana bir ayting, ey. Barakasini bersin. Mollarimiz ko'p. Iya. Shohli variantlaridan simentallardi mana. Nech pul ekan aka? 60 million. 60 million egalaridan aytilyapti. Bozor nima so'radi? Taroziga nech puldan? 70 dan. Taroziga 70 ming so'mdan so'ralibdi, berilmabdi. Yaxshi so'rabdi-ku. Ikkovi bir joydami? Qolarimiz. Barakasini bersin. Mana yana bir buqa. Buni ham 70 million. Buni 70 million egalardan aytilib turibdi. Nima so'radi buni? 60 ga bermadingiz. 60 millionga berilmagan akalar. Shu Loyishda Oqdaryoning moli shu yerda. Guliston. Gulistonning moli. Barakasini. Necha yosh bo'ldi bu? 2,5 yosh. 2,5 yosh.
Barakasini bersin, sotilib ketsin. Xiaomi deymiz. Mana. Yana gibridlarimizdan. Nech pul ekan bu? 70 deyapmiz. Buni ham 70 million egalaridan narx qo'yilyapti. 58 millionga bermadingizmi? 58 millionga berilmabdi. O'ta yaxshilari tushgan bugun. Mana shu buqamizning savdosi bo'lib turibdi. Mana shu buqaning savdosi. Nima so'rayapsizlar buni? Taroziga. 61,5 ming so'mdan taroziga mana shu buqamizning savdosi bo'lib turibdi, akalarimiz savdo qilib turibdi. Berilmayapti. Barakasini bersin. Xiaomi deymiz. Ana azdir sigirlar qatoridamiz. Bolasi navozchami, xunojinmi? Bolasi xunojinchi ekan mana. Nechinchi bola ekan? 3-chi bolaga necha sut beryapti? 15 litr suti bor ekan. Aka narxi nech pul ekan buni? 42 million egalaridan aytilib turibdi. So'ragan nech pul bo'ldi bozorda? 37,5 ga berilmabdi. Barakasini bersin. Mana. Chiroylilaridan. Bolacha navozchami bolasi? Bolasi xunojin ekan. 15 litr sut. Nechinchi bola? 3-chi bola. Narxi nech pul? 45? 45 egalaridan aytilyapti, kami bor deyishyapti. So'ragan nech pul bo'ldi? 37 so'rayapti. 37 millionga berilmagan. Sigir zo'r. Barakasini bersin. Telefon raqami ayting. Mana sigirimiz. Telefon raqam 93lik 359 1934 raqamlariga murojaat qilaverasizlar akalar. Necha litr sutga? 15 litr. Nech pul bo'ldi bu? 30 million. 30 millionga oldim mana shu buqa. Barakasini bersin. Sigirlar qatoridamiz. Ham sigirimiz. Yaxshimisizlar? Sigirimiz. Bolasi nima? Bola xunojin. Nechta sut beradi? 15 ta. Nechta tug'gan? Ikkinchi bola deyishyapti. Bolamiz. Bola xunojin, ikkinchi bola deyishyapti. Narxi 55 kami bor. 55 million kami bor. Kamini nima so'radi? 45 millionga berilmabdi. Xiaomi deyapsizmi? Xiaomi deymiz. Aka telefon raqamini ayting-da. 95lik. 95lik 427 427 95 95 mana shu akamizga murojaat qilaverasizlar. Ana yana bir sigirimiz. Bolasi xunojin, ha? Bolasi xunojin. Nechinchi bola? Ega yo'q ekan. Mana. Sigirlarimiz. Bolasi nima? Erkak. Bolasi buqacha. Nechinchi bola? 4-bola. Nechta sut beryapti? 15 taga beramiz, 18 ta beramiz. 15 taga olsin deyapti, 18 ta beray ekan akalar. Narxi qancha? 40 deyapmiz. 40 million egalardan aytilyapti. Bozor nima so'radi? 32 million. 32 millionga yo'q. Berilmadi.
Noyob ranglardan mana. Nima deysiz? Bushovskiy. Bishovskiy. Bola g'unojina? Bola g'unojincha. Nechinchi bola? 3-bola, 15 ta suti bor. 15 litr suti bor ekan akalar. Narxi qancha? 40 deyapmiz, kerak. 40 million egalardan aytilyapti. Savdosi bor. Nima so'radi bozor? 32,5 so'rayapti. 32,5 millionga yo'q. Berilmadi. Jo'ning sog' bo'ldi. Mana sigirimiz savdosi bo'lyapti. Bola g'unojincha. 25 million savdosi bo'lib turibdi mana. Sigir nechinchi bola? Birinchi bola. Nechta suti bor? 5-6 litr boladan tashqari suti bor ekan. Tezroq sotingizlar. Jahon chempionatini hozir O'zbekistonda ko'ramiz hozir borib. Oldim. Qotirib oldim. Sigirlarimiz. Bola o'qishcha, bola buqacha. O'qishcha bola. Nechinchi bola? Bola nechinchi? Nechinchi bola? Nechta suti bor? 3-chi bola 10 litr sut deyapti. 10 tadan kamroq deyishyapti. Yaxshi-ku. Bo'lyapti. Mana akalar. 45 million egalaridan aytilyapti. Bozor nima so'radi? 35 ga berilmadi. Barakasini bersin. Sigirlar ham ko'p, buqalar ham ko'p bugun. Nech pul ekan sigir? 40 million egalaridan aytilyapti. Nechinchi bola aka? 3-chi bola. Nechta suti bor? 10 litr sutga. Ana sigirimiz. Bozor nima so'radi? 32 millionga berilmabdi. Barakasini bersin. Bola g'unojin. Nechinchi bola? 3-chi bola. Nechta suti bor? 10 ta suti bor. 3-chi bola 10 litr suti bor ekan. Narxi nech pul aka? 40 million egalaridan aytilyapti. So'ragani qancha bo'ldi bozor? 32 millionga berilmabdi. Qancha bo'ldi baraka? 23,5 millionga baraka bo'ldi mana sigirimiz. Bolasi? Urg'ochi bola. Nechinchi bola ekan? Ikkinchi bola. Nechta suti bor? 8 ta. 23,5 million baraka. Olgan ham sotgan ham baraka topsin. Ana yana sigirimiz. Bola gibrid g'unojin ekan, ha? Nechinchi bola? Birinchi bola. Nechta suti bor? 10 litr sutga. Narxi nech pul? 40 million kami bor. Bozor qancha so'radi aka? 35 million 800 ga berilmabdi. Qayerda moli? Qo'shrobod, Zarmitanning moli. Barakasini bersin. Telefon raqamini ayting agar. 94lik 530 1188 raqamlarga murojaat qilaverasizlar Eslichoga. Ular sotilib ketsin aka. Sigirimiz. Mana akalar, sigir puli arzonlaridan
Necha puldan ekan aka sigirlar? Yaxshimisizlar? Mana bu 40 million ha? Bolasi novoscha. Birinchi qori nechta sut beryapti? 8 ta suti bor. Bo'ylari 1.20 plus. Qancha so'radi buni? 33 millionga berilmabdi bu. Bunisi-chi bola xunojin. Nechinchi bola? Ikkinchi bola. Ha, yana qochgan, qorida 2 oylik bolasi ham bor ekan. Nechta suti bor? 7 litr suti bor ekan. Bu nech pul deymiz buni? 28 ga bermadingizmi? 28 millionga berilmabdi akalar. Mana yana bir sigirimiz. Nechinchi bola? 3-chi bola. 3-bola, bola ho'kizcha. Bu ho'kizcha bola. Nechta suti bor? 20 ta. 20 ta suti bor ekan akalar. Joning sog'ligi. Ayting aka, nomeringizni ayting siz. 93lik 990 8008 raqamlarga murojaat qilaverasizlar akalar. Qayerda moli? Pastarg'ot. Akalar mana. Nech pulga berilmadi? 36 millionga berilmadi. 36 millionga berilmabdi akalar. Telefon raqam 94lik 94lik 530 aha 1188. ana shu raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Harakasini bersin. 12,5 millionga baraka bo'ldi mana shu. Olgan ham sotgan ham baraka topsin. Kichkina sigirchi, yakka sigir. Ketdiga 11 million pul bor, ben bularsiz kartadan o'tkazib beradi. Nima farqi bor? Pul-ku. Qanchaga baraka bo'ldi bu? Yana 500 ming. Qanchaga baraka bo'ldi? 19 million 800 ga mana sigir, ona bola sigir baraka bo'libdi. Olgan ham sotgan ham baraka topsin. Nechinchi bola? Ikkita, 3 ta tuqqan deyishyapti. Ana bu. Hayda, g'unojinlar. Nech puldan ekan g'unojinchalar? Qanchalar 12 dan so'rayapti. 12 milliondan berilmayapti. 12 milliondan yo'q, 12 milliondan berilyapti. Berilmayapti ekan 12 milliondan. 12 dan bo'lsa beramiz. 12 milliondan beryapti. Nech pul deyapsizlar buni? 12. 12 milliondan bermayapman dedingiz. Endi 12 million deyapsiz. Savdosi bo'lyapti akalar mana. Nech pul so'rayapsiz? Suzukam yo'q emas. Suzukam yo'qda baylangan so'rayapti. Bu nech pul? 10,5 deyapti. 10,5. 10,5 million so'm egalaridan aytilyapti mana. Boshqasini savdosi bo'lyapti ekan. Barakasini bersin. Suzukam 9 so'raladi. Mana bu nojinlarimiz. Nech puldan ekan? Kattasi nech pul? 12 million kami bor. Bunisi-chi? Nech pul so'radi? 11 million bittasi, 9 million bittasi so'ralgan. Aka qancha bo'ldi mana shu? 18 bo'ldi ikkalasi. Ikkitasi 18 million. Mana shu bilan mana bu 9 milliondan 18 million so'm bo'ldi akalar. Olgan ham sotgan ham baraka topsin. Nech puldan ekan buzoqchalar? 10 millionga 9 million. Nima so'rayapti bozor? 8 8 million kami bor. Nima so'radi bozor? 5 million 500 ga berilmabdi. Barakasini bersin.
Necha pul bo'ldi bu? 9 milyon 600 ga oldim. Necha pul bo'ldi bu? 27 milyon so'm. Olgan ham sotgan ham baraka topsin. Sizlarmi hormaysizlar? Gigant kelyapti, gigant so'raymiz hozir. Aka necha pul bo'ldi bu? Bu 6 milyon. 6 milyon so'm, barakasini bersin. Bu qancha necha pul bo'ldi? 16. 16 milyon. Boqmalarda mana. Barakasini bersin. Necha pul bo'ldi bu? Qancha bo'ldi aka? 14 milyon so'm buni uchun. 2 milyon oldingmi? 2 milyon bo'libdi mana shu qo'zicha. Aka qancha bo'ldi ona bola? Asli. Ona bola 22. 22 mi? 22 milyon. Nima kanalsiz aka? Chorva videos. Chorva media bu. 18. 18 milyon. Bak. Necha pul bo'ldi buni hojat? 12 milyon 200. 12 milyon 200 ming so'm barakasini bersin. Ona bola necha pul bo'ldi aka? 33 milyon. Barakasini bersin. Olgan ham sotgan ham baraka topsin. Bola qancha? Nechinchi bola ekan bu? 4-bola. Nechta suti bor ekan? 12 litr. 12 litr sutga. Zarar şu an. Necha pul bo'ldi bu? Necha pul bo'ldi aka ayting. 9,5 million so'm. 9,5 milyon. Yaxshilab bor. 9,5 million so'm qizil eston. Barakasini bersin. Aka qancha bo'ldi sigir? 16 milyon yakka sigir suti bor. Bu sigir qancha bo'ldi? 27 milyon 200. Bolasi bormi? Ha, ona bola 27 milyon 200 barakasini bersin. Xudonadan layklar bosib qo'yamiz akalar. Jahon chempionatiga boramiz, xudo xohlasa, ko'rishga. Televizorda ko'ramiz uni. 27 bo'ldi dedik-a? Ha, 27 millionga olindi mana shu qilamiz. Izzat aka ketdik, jahon chempionatini ko'ramiz O'zbekistonda hozir borib. Nasib. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Izzat akani taniganlar bo'lsa bir donadan layklar bosib qo'yamiz. Ikkitadan. Ikkitadan bosib. Bir marta bosish kerak. Necha pul bo'ldi? 14. 14 milyon so'm g'unojin. Bunisi qancha bo'ldi? Bu qancha bo'ldi? Ikkalasi 30 milyon bo'libdi. Buqamiz necha pul bo'ldi bu? Qancha? 20 milyon mana shu buqa. Barakasini bersin. Ular boyna chiqarildi yo. Bir donadan layklar bosib qo'yamiz akalar. Ana. Bugun kamera oldik chunki jahon chempionatini ko'ramiz. Necha pul bo'ldi? 10 milyon 200 ming so'm. Jamoa jabba hamma futbol ko'rgani ketdik. Sog' bo'lasizlar, omon. Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. Samarqand shahrida Samarqand City'ning ro'parasida Isuzu Pitak yonida chorva uskunalari do'koni o'z ish faoliyatini boshladi akalar. Chorva uskunalarini mana shu do'kondan sotib olishingiz mumkin. Ekrandagi telefon raqamlariga murojaat qilaverasiz. Jon achiydi, keyin olib keldik mana. Bu Melastik zavodniki aka. Bu turetskiy. Turetskiy, hammasi turetskiy. Ha. Melastik Bu zavod. bir vaqt o'zida ikkita sigir Bu sog'adi. ikkita sigir sog'adigan. Ikkita sigir sog'adigani bu lekin suxoy motor, hech qanaqa rasxodsiz ishlaydigan motor. Shuni tokka tiqasiz ishlaydi. Plagasi 40 talik, ikkita sigir sog'adi, pulsatorlar motori yana misatmotga aka, shuni ham aytib o'taman. Ha. Volt zavodniki. Yo gamak bo'ladi bizda, yo volt bo'ladi aka. Ha. 1 yil garantiya, 1 yil servis. Garantiyasi bilan berasiz. Ha, garantiyasi bilan beriladi aka. Agar kelishtirilgan narxda aka dastlabki ham qilib beraveraman. Mana Isuzu Pitak oldimda. Isuzu Pitak shu yerda. Ha, chiqarib yuboramiz shu yerdan. Endi yakkalik sog'ilayotganlarim bor ekan. Ha, qarang aka. Keling ko'rsatay. Shuni yakkalik aka, shuni ko'rsatgim keladi-da. Qarang. Yakkaliklarimiz maslinli, yog'li aka.
Yog'li degani motorda boyagi gilza aylanib turganda, val aylanib turganda. Yog' smaska qilib turadi. Ha. Davleniyani yaxshi ko'taradi. Misoli ovozi pastroq bo'ladi, farqi. Misol ko'pchilik ovozdan shovqindan jinday nima qiladi? Charchaydi miyasi. Shu ovoz pastroq bo'ladi. Bularda past ovoz. Ha. Bularda ovoz pastroq bo'ladi. Yana aka silikom so'ska bu. Bu shuni ham aytib o'tdi. Rezinoviy